Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrdonlar, milliy san'atimizni fidoyilari, xushvaqtimizni har doim xush qiluvchi hamrohlarimiz, do'stlarimiz omonmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Kayfiyatlari yaxshimi? Juda ham xursandmiz sizlar bilan, ya'ni tomoshabinlar bilan ham ko'rishayotganimizdan. Biz xushvaqt bir oilaga aylanib qolganmiz. Bizni qo'llab-quvvatlovchi jamoa bor, milliy san'atimizga xayrixoh bo'lgan tomoshabinlarimiz bor va bu bizni baxtimiz deyish mumkin, chunki ijodni umrini bardavom qiladigan muxlislar borligi albatta har bir ijodkor uchun bu xosiyatli, hikmatli, sharofatli va baxtli voqeadir. Hamisha baxtli bo'ling do'stlarim. Demak, yana ko'rishdik. Siz Mahalla telekanalida xushvaqtni ixtiyor etdingiz va bugun kamera va mikrofonlarimiz poytaxtdagi katta halqa yo'lida qad rostlagan, muhtasham koshonasiga o'rnatilgan. Bugun kayfiyatimiz yaxshi, kayfiyat qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, muhtasham koshonasidagi bugungi ko'rsatuvimiz ham niyat qilamiz muhtasham bo'ladi degan umidda va muhtasham kayfiyatdagi ko'rsatuvimizni el suygan san'atkor, biz chorlagan va bizni chorlovimizga labba deb javob bergan, xalq yaxshi ko'rgan xonanda Mansurxon Nurmatovni jo'shqin navosi bilan boshlaymiz do'stlar. Marhamat, marhamat. Atır güllerning atridan yayrasın ko'ngillar. Atır güllar sizga atır güllar. Chakangizga taqib o'ynang sochlari sungullar. Şadlık bilen güzel zamanımız, bayramlarga to'lib toshsin har o'tgan onimiz. O'ynab kuling şadlık bilen güzel zamanımız. Qo'shiqlarim sizga tamaytay jo'shib jo'shib, sizga dasta atir gullar tutay jonim qo'shib. Qo'shiqlarim sizga tamaytay jo'shib jo'shib, sizga dasta atir gullar tutay jonim qo'shib. Atır güllar sizga atır güllar. Atır güllerning atridan yayrasın ko'ngillar. Atır güllar sizga atır güllar. Chakangizga taqib o'ynang sochlari sungullar. Borlig'imiz to'lib ketsin atirgul atriga. Tinchlik degan zo'r ne'matni yetarmiz qadriga. Borlig'imiz to'lib ketsin atirgul atriga. Atır güllar sizga atır gullar. Atır gullarning atridan yayrasın ko'ngillar. Atır gullar sizga atır gullar. Chakangizga taqib o'ynang sochlari sungullar.
Muhtaram teletomoshabinlar, mana yaxshi kayfiyatda ko'rsatuvni boshlab oldik. Bugun yana uchrashayotganimizdan xursandmiz. Bugun ham sizga ma'qul bo'ladigan, siz so'ragan san'atkorlarni chorlaganmiz. Jumladan O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Yo'ldoshev bugun bizda yana bir bor mehmonda. Demak, ustozdan Domla Chustiy so'zi bilan kuylanadigan Janon qora ko'zingga nomli ashulani iltimos qilmoqchimiz. Bu yallaga Joziba raqs ansamblining yakkaxoni Madina Beknazarova xirom aylaydi. Hiç bakmasın yaman köz, canan qora ko'zingga. Canonlar tutib turming, jon qora ko'zingga. İki kaşını güya iki kara baladır. İki kaşını güya iki kara baladır. Tartıp egip kemanin aslan kara gözünge. Hiç bakmasın yaman köz, canan qora ko'zingga. O qapqara içinde meşal yanıp tacüp, körgende sihirgarım hayran qara gözünge. Utlam düşüp külülgeyip düşse gözün alaviyip, qanday bakıp çidelgeyi inson qora ko'zingga. O'tmam tushib kulgayib tushsa ko'zing alaviyib, qanday bakıp çidelgeyi inson qora ko'zingga. Hiç bakmasın yaman köz, canan qora ko'zingga. Hayran qora ko'zingga, matnga cho'zdi she'ri arzirmidi nigorim, mujgallaring yozibdi doston qora ko'zingga. Matnga cho'zdi she'ri yarim, müjgalerin yazıpti doston qora ko'zingga. Hiç bakmasın yaman köz, canon qora ko'zingga.
qanday boqib chidalgay inson qora ko'zingga Davom etamiz do'stlar. Bugungi ko'rsatuvimizni poytaxtdagi Xalqqa yo'lida qad rostlagan muhtasham restoranda olib boryapmiz va ko'rsatuvni tayyorlab, tasvirga olishda bergan yordami uchun, ko'magi uchun mazkur muhtasham restorani ma'muriyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Va dasturimizni davom ettirishlar uchun huzuringizga xalqimizning suyukli san'atkori Rohila xonim Ro'zimovani chorlamoqchimiz. Xorazm lazgisi bo'ladi. Bazmu bayramlarda yangrasa lazgi raqs etar yettidan 70 yoshgacha dunyoda millionlab kuy bor balki baribir do'stlarim lazgi boshqacha.
hayot ko'p hikmatli, orzu, umidli inson doim yaxshi niyat qiladi. Aslida mana shu umrguzaron odamzodni bu dunyodagi eng yakuniy xulosasi o'zidan so'ng yaxshi farzand qoldirish. Shul bois o'g'il qizni orzu qilamiz, ularni tarbiyasi, ularni hayoti, baxtini orzu qilamizda. Darvoqe ana shu kabi farzandlarga atalgan qo'shiqlar ham milliy san'atimizda juda go'zal mavzu. O'g'il qizim, o'g'lim, farzandim, jigarbandim yoki qiz bola kabi qo'shiqlar ko'pga ma'qul va yurakka yaqin. Jumladan O'zbekiston xalq hofizi Soyib Niyozov bugun bizni ko'rsatuvimizga aynan ko'zini oq qarosi bo'lgan qizlariga bag'ishlagan go'zal qo'shig'ini ijro etgani kelganlar. Tinglaymiz birgalikda. Duo aylay yaratgan Parvardigor, duo aylay yaratgan Parvardigor, ikki dunyo yorug' qilsin yuzlarimni. To hayotman aytadurma takror takror, ey men o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Durma takror takror, ey men o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Taqdir meni so'qmog'imdan yo'l ochdi ham, har bir bosgan qadamimdan gul sochdi ham. Taqdir meni so'qmog'imdan yo'l ochdi ham, har bir bosgan qadamimdan gul sochdi ham. Boshlarimdan kunda tilozar sochdi ham, ey men o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Boshlarimdan kunda tilozar sochdi ham, ey men o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Yarashadi sochimdagi qirovlarim, so'nmagan yurakdagi olovlarim. Yarashadi sochimdagi qirovlarim, so'nmagan yurakdagi olovlarim. Yaxshi bo'lsam o'g'il bo'lar kuyovlarim, ey men o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Yaxshi bo'lsam o'g'il bo'lar kuyovlarim, ey men o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Sabr qildim ojizlarga tayyordir, men qiyomat sinovidan sochim qordir. Qizlarimdan bo'lak yana kimam bordir, ey men o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Qizlarimdan bo'lak yana kimam bordir, ey men o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Mayli mana boshim yeksin bir kam dunyo, mayli mana ko'z yoshlari bo'lsin daryo. O'g'il qadri jonimdan o'tsin ammo, ey
qizlarimni men o'g'ilga alishmasman qizlarimni odatda bizni xushvaqtli ko'rarmanlari ko'rsatuvimizda o'zlari sog'ingan san'atkorlar ishtirok etishni juda ham xohlashadi va bizga murojaat qilib u yoki bu san'atkorni topishimizni, taklif etishimizni so'rashadi. Va biz bajonidil bu takliflarni qabul qilamiz va birin-ketin imkon qadar ko'pchilik qidirayotgan odamlar sog'ingan san'atkorlarni izlaymiz, qidiramiz, topamiz va taklif etamiz. Bugun biz ko'pchilik so'ragan, o'zini chiroyli navolar bilan xalq yodida qolgan san'atkor Maryam Tangriberdiyevani topgandik va ko'rsatuvga chorladik. Maryam Tangriberdiyeva ijrosida chiroyli bir qo'shiq tinglaymiz. Marhamat. Men o'zbekning qiziman, yurtimning jigarbendi, barcha xalqlar dilbendi, O'zbekiston farzandi. O'zbek elinden salom, Türkmen tilinden kelam. Assalomu assalom, Xorazmdan salom. Assalomu assalom, Xorazmdan salom. Men Xorazm elinden, O'zbekning chin dilinden, qaro qalpo gulinden, assalomu assalom. O'zbek elinden salom, Türkmen tilinden kelam. Assalomu assalom, Xorazmdan salom. Assalomu assalom, Xorazmdan salom. O'zbek Türkmen og'ayni, qarab qalpo dug'oni, shodliklarning makoni, assalomu assalom. O'zbek elinden salom, Türkmen tilinden kelam. Assalomu assalom, Xorazmdan salom. Assalomu assalom, Xorazmdan salom. Xalqim tatu baxtiyor, vatan menga tamam yor. Komil aytar hurdiyor, assalomu assalom. Komil aytar hurdiyor, assalomu assalom. O'zbek milliy san'atida o'zidan buyuk maktab qoldirganlar bisyor. Jumladan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rahmatjon Qurbonov benazir edi, ustoz san'atkor. Undan ajib bir asarlar qoldi. Asarlardan tashqari uni izini davom ettirayotgan shogirdlar ham Rahmatjon Qurbonovdan bizga meros. Bugun ko'rsatuvimizda Xorazmdan tashrif buyurgan umidli xonanda Artur Rahmonov ham Rahmatjon Qurbonovning asl izdoshlaridan biridir. Kuylash navbatini Arturga e'lon qilamiz. Xonandaning yallasiga Sojida Beknazarova raqsga tushadi.
Aziz tomoshabinlar, yaxshi kayfiyatda dasturni davom etamiz. Darvoqe, ko'p bora ta'kidlayapmiz, ijtimoiy tarmoq aynan YouTube'da xushvaqtimiz uchun maxsus sahifa ochdik va faoliyat boshlangan. Qator ko'rsatuvlarni muntazam ravishda joylab boryapmiz. Albatta, bizni efirda ko'ra olmasangiz, YouTube orqali ham bizni xushvaqtimizni tomosha qilib, bahramand bo'lishingiz mumkin va fikrlaringizni bildirsangiz juda ham xursand bo'lardik. Bizni ko'rsatuvimizda bugun birinchi marotaba ishtirok etayotgan xonanda Hilola Xo'jayevani kuylash uchun endi huzuringizga chorlaymiz. Hilolaxonni yallalariga Joziba milliy raqs ansamblining yakkaxoni Madina Beknazarova xirom aylaydi. Marhamat. Chindan yorug' olamda ota aziz, ammo ona tabarruk va muqaddasdir. Davom etamiz do'stlar. Ona haqidagi go'zal qo'shiq bilan xushvaqtimizni qozog'istonlik san'atkor Tolibboy Niyozxo'jayev davom ettiradilar. Canım yürek mihrini Kıyasete ayçinilerge Ona canım yürek mihrini Kıyasete ayçinilerge Canım desem candan şirinse Can verirken sen bu zinginlerde Canımı desem candan şirinse Can verirken sen bu zinginlerde
Yok gülü bahar o'tginchi fasl O'xshar mikan gul bahor desam Yok gülü bahar o'tginchi fasl Quyoshdan ham oy yulduzdan ham Onajonim mehridir Quyoshdan ham oy yulduzdan ham Onajonim mehridir asl Onajonim mehringga faqat Vatan mehrini qiyos qilavering Vatan mehrini qiyos qilavering Onajonim mehringga faqat Vatan mehrini qiyos qilavering Vatan mehrini qiyos qilavering Kisiga bog'lab muhabbat Urgan yurakka solding Kisiga bog'lab muhabbat Urgan yurakka solding Onajonim yurak mehringni Qiyos etay aytishnilar Onajonim yurak mehringni Qiyos etay aytishnilar Jonim desam jondan shirin Sen o'zingdan Jonim desam jondan shirin Jon bergansan o'zingdan barga Jon bergansan o'zingdan Davom etamiz do'stlar. Siz xushvaqtni tomosha qilyapsiz. Kayfiyatingiz a'lo bo'lsin. Darvoqe xalqimizni qalbiga singib ketgan chiroyli iboralar bilan kuylanadigan ajoyib radifli qo'shiqlar juda ham ko'p. Jumladan indamadi qo'shig'ini bilmaydigan odam O'zbekistonda bo'lmasa kerak. Benazir ustoz san'atkor Nemajon Qulabdullayev Po'lat Mo'min so'zi bilan kuylagan indamadi Imomjon Ikromov musiqasi esingizda ey go'zal noming ne deb berdim savol indamadi. Xuddi shu kabi darvoqe bu qo'shiqning o'zini chiroyli bir tarixi bor. Qo'shig'i yaralibdi, yangrabdi, ijro etilibdi, bastakor, shoir uchligi demak xonanda qayta kuylarmish-u qanaqadir jozibasini topisha olmayotgan emish. Shunda shu qo'shiqda qaytariq radifiga indamadi har gal qo'yilsa qanaqa bo'lar ekan deb kuylab ko'rgandan so'ng qo'shiq juda ham chiroyli yoqimli bo'libdi va shundan so'ng mana endi qo'shiq indadi deya hazil qilishgan ekan bu bastakorlar, o'sha davrni ulug' ijodkorlari. Darvoqe ularga havas qilib hamon bizni yosh bugungi davr ijodkorlari go'zal qo'shiqlar ham yaratayotganligi bor gap. Fikrimiz isboti tariqasida Alisher Ro'zmetovni Indamadi nomli qo'shiq uchun davraga cholmoqchimiz. Yorga shirin so'z desam u nozlanib indamadi.
asta kulib indamadi. Yoki shirin so'z desam u nozlanib indamadi. Ko'kdagi yulduzmikan asta kulib indamadi. Zor etib buncha meni be'tibor indamadi. Yuragimni qon qilib ko'zi xumor indamadi. Yuragimni qon qilib ko'zi xumor indamadi. Ko'zi xumor indamadi. Gul desam güz odami bunchalara nozalin. Yoki u xonzodami oyni hilol yuzlari. Gul desam güz odami bunchalara nozalin. Yoki u xonzodami oyni hilol yuzlari. O'zi jamolingga ado bo'ldim desam indamadi. Hatto ismini so'rasam labini burib indamadi. Qiynadi, indamay, boqmadi, indamay. Oshiq bo'lganim bilib ayla jafo indamadi. Qoshim chimirib yana ul bevafo indamadi. Oshiq bo'lganim bilib ayla jafo indamadi. Qoshim chimirib yana ul bevafo indamadi. Ul bevafo indamadi. Hur jamolingga ado bo'ldim desam indamadi. Hatto ismini so'rasam labini burib indamadi. Qiynadi, indamay, boqmadi, indamay. Qiynadi, indamay, boqmadi, indamay. Yoki shirin so'z desam u nozlanib indamadi. Ko'kdagi yulduzmikan asta kulib indamadi. Zor etib buncha meni be'tibor indamadi. Yuragimni qon qilib ko'zi xumor indamadi. Yuragimni qon qilib ko'zi xumor indamadi. Baribir indamadi. Biz doimo sizlarning e'tiboringizga muhtojmiz azizlar. Chunki tomoshabinlar bizni ko'rishsa, fikr bildirishsa, takliflarini aytishsa xursand bo'lamiz. Darvoqe bizni ijtimoiy tarmoq orqali topib, ko'rsatuvda ishtirok etish uchun ham murojaat qiladilar. Jumladan mana bugun ijtimoiy tarmoq orqali bizni topgan va biz ko'rsatuvimizga taklif etgan xonandamiz Aziza Abdullayevani huzuringizga chorlamoqchimiz hozir. Sondırmakçı dolaştı çağı, kökermez
Qadrli teletomoshabinlar, aziz mehmonlar, davom etamiz. Ko'rsatuvimizni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, milliy mumtoz san'atimiz bilimdoni Sultonposhsha O'dayeva davom ettiradilar. Marhamat. Gözümü karası, belası sensin. Dilimde navası, şifası sensin. Gözümde karası, belası sensin. Dilimde navası, şifası sensin. Ben seni bürünür, külem hemen eğlenay. Derdi yüreğimin davası sensin. Ben seni bürünür, külem hemen eğlenay. Derdi yüreğimin davası sensin. Yıladım göz yaşım aşıma düştü. Kızılar dökülüp
Muhtaram teletomoshabinlar, aziz mehmonlar, vaqt yugurukda, vaqt juda tez. Hashpash deguncha bugungi uchrashuvimizga ajratilgan fursatlar ham nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuv davomida biz bilan birga bo'lganligingiz uchun, muhtashamga tashrif buyurganligingiz uchun minnatdormiz va ekran qarshisida bizni tinglab tomosha qilishgani uchun aziz tomoshabinlarimizga cheksiz minnatdorchilik ila eng samimiy tilaklarimizni bildirib xayrlashmoqchimiz. Tartib, intizom, aql ojizlashgan joyda albatta to's to'polon va tartibsizlik bo'lishi muqarrar. Shul bois har doim tartib, reja, fahm, farosat bilan hayot kechirishimiz kerak. Do'stlar, bizni mahalla telekanalida kuting. Xushvaqt deb izlang. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizda muntazam o'tib namoyish etib borilayotgan ko'rsatuvlarimizni joylashtirib boryapmiz. Fikr mulohazalaringiz biz uchun nihoyatda muhim, chunki mezon, o'lcham sizning fikringiz bilan. Ko'rishamiz, ko'rishguncha omon bo'ling, uchrashguncha xayr do'stlar.